Karas balığı dostlar. Oh, ana. Do'stlar, shu o'rinda yana eslatib o'taman. Keyingi yil mart oyida tabiiy suv havzalariga, ya'ni Sirdaryoga baliqchovoqlar qo'yib yuboriladi. Albatta obunachilarimiz ishtirokida, hamrohligida bu xayrli ishda faol ishtirok eting yoki o'zingiz joylashgan hududdagi tabiiy suv havzalariga baliqchovoqlarni qo'yib yuboring va bu bilan tabiiy suv havzalarimizda baliqlarimiz ko'payishiga o'z hissangizni qo'shing do'stlar. E'tibor uchun rahmat.